O'rtoqlar, yangi qurgan kottejlarimiz tayyor bo'ldi. 1.9 sotkaga tushgan 2 qavatli imorat. Hop, o'nta pochkaga arzinimi yo'qmi? Hozir o'zingizlar fikringizni qoldirasizlar. Lekin juda ham srochniy sotiladi. Kelishadigan joyi ham bor. Uy 2 etaj, podvali bilan o'ng tomonda oshxona joylashgan. Bu yoqda mana bolalar xonasi. Bu yoqda o'rtada sanuzuv. Bu yoqda mehmonxona. Devorga katta qilib televizor qo'yib qo'ysa bo'ladi. Pastga podvalga tushamiz. Podvalda masalan kichkina sport zalcha qilsa bo'ladi yoki mehmonlarni qo'yib mana bu yoqda ham televizor qo'ysa bo'ladi. Xo'p, endi tepaga chiqamiz. 2-etajga. 2-etajda 4 ta xona bor. Mana orqa tarafda chiroyli soat joylashtirilgan. Bu xonani bolalarga yotoqxona qilsa bo'ladi. Hammomga lekin cho'milganingizda makillataveradigan smesitel qo'yilgan lekin. Holdan to'g'rida yotoqxona, ichida tualet dushlari bor. Bu yoqda yana bitta xona. Koridorlarga to'pli pol o'rnatilgan. To'g'ridan balkonga chiqqanda chiroyli manzarani